Eng arzon vodiy kanamizda arzon narxda Gentra avtomashinamiz keldi. Mexanika 2018-yil mashinamiz tashqi ko'rinishi yaxshi holatda. Kichkina shunaqa nuqson joyi bor ekan, 3 ta joyda, mana karandash tegizib qo'yilgan joyi. 4 ta balolar, lekin zo'r holat turibdi. Salon qismlari ham akkuratni. Aytganimdek 2018-yil 228 ming probekda. Apskalari zo'r holatda. Evkor ko'ringlar, toza chexollari, barlari, temir gazlargacha uстановka qo'yishgan. Salon qismlari, patologiyalari ham chiroyli holatda. Pultlari ham uстановka qilib qo'yishgan ekan. Tayyor. Motor hadovalarda umuman ishlari yo'q. Kraskalar aytganimda toza, shunaqa 3 ta kichkina nuqson joyi bor ekan. O'zingizda chiroyli bir to'ldirib olsangiz kraska bilan, lekin zo'r holat keladi. Tashqi ko'rinishi qolgan joylar chiroyli holatda turibdi. Kapot uchi mana 3-joyda kosmetika qilingan. Shu 3 ta joyda kosmetika qilingan joyi bor ekan, lekin narxi ham zo'r narx bo'ldi. Bu mashinamizga Gen Diver Safon xohlagan hujjat bo'ladi. Motor hadovalarda umuman ishlari yo'q. Eng arzon vodiy kanamizda mashinamizni $6,950 ga bera olamiz.